Mast holatda avtomashina boshqarib yo'l transport hodisasi sodir etgan, kamiga xodimlarga qo'l ko'targan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. 2026-yilning 30-mart kuni tungi vaqtda Yashnobod tumani ko'chalarining birida Malibu va Lep Motors avtomashinalari ishtirokida to'qnashuv sodir bo'ladi. Haydovchilar o'rtasida tortishuv yuzaga kelganligi uchun Lep Motors haydovchisi 102 raqamga qo'ng'iroq qilib, davlat raqam belgisiga ega bo'lmagan Malibu haydovchisi avariya sodir etib, unga nisbatan qo'pollik qilayotganini bildirgan. Murojaatga asosan tezkorlik bilan voqea joyiga yetib borgan yo'l patrul xizmati xodimlari holatni rasmiylashtirish chog'ida mast holatda mashina boshqarib kelgan Malibu haydovchisiga alkotester moslamasi orqali tekshiruvdan o'tishni taklif qilishadi. Xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmagan mast haydovchi ularga faol qarshilik ko'rsatib, hatto musht tushirishgacha boradi. Fuqaro xodimlarni so'kib haqorat qilayotgan ekan. Keyin biz uni jamoat joyida yurish qoidalarini buzayotganligi, xodimlarga bo'ysunmayotganligi uchun unga tushuntirishlarni olib bordik. Bizlar bilan ichki ishlar bo'limiga ketishini tushuntirganimizda dabdurustdan menga bitta musht tushirib qoldi. Menga va sheriklarimga hayotiga, sog'lig'iga zarar yetkazishni oldini olish maqsadida maxsus vositalardan foydalanib, uni zararsizlantirdik. Lep Motors avtomashinasini turtib oldi. To'xtab, nima bo'ldi ekan deganimizda kayfligim sababli u bilan g'ijillashganimda 102 qo'ng'iroq qilib, gaylar chaqirgandi. Shu bilan birga PPS xodimlari ham kelgandi. Ichganligim sababli qo'lim ko'tarilib ketdi. Mingdan-ming pushaymonman. Qilgan ishimdan ichki ishlar xodimlaridan uzr so'rayman. Bu hol boshqa takrorlanmaydi. Qonun muqarrar ekan, mana kelib javob berishga kelib turibmiz. Olib kelishdi. Yuqoridagi shaxsning qonunbuzarliklaridan jabrlangan fuqarolardan yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqamiga murojaat qilishlarini so'raymiz. Hozirda qonunbuzar protsessual tartibda ushlanib, unga nisbatan Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan xodimga qarshilik ko'rsatish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarish avtohalokatga, halokat esa falokatga olib keldi. Qonun esa yana bir bora shahar bedarvoza emasligini ko'rsatdi. Nazorat tadbirlari davom etadi. Rasul akamiz Qo'shirbayev hozir bitta video qo'ygan ekanlar, ko'rib qoldim. Bir odam, bir polkovnikning ukasi deyishyapti. Ichki ishlar xodimini urgan, keyin u PPS xodimi kelib shoker bilan urgan. Ular janjal bo'lgan. Kommentariya kirsangiz, kommentariya bong'illab yotibdi. Ana amaldorlarning ukasi, polkovnikning ukasi shunaqa bo'lsa boshqarada nima qadrdonlar, akalar, ukalar. Bu yerda gap sizni okangiz polkovnikmi yoki bo'lmasam santexnikmi, zapravkada ishlaydimi? Gap o'tda emas. Gap haligi odamni moldek ichib olganida. Tushunyapsizlarmi? Bir inson bunaqa darajada ichdimi, molga aylanadi. U odamiylik qolmaydi unda. Uni akasi valloma bo'lmaydimi, onasini hamsin. U ichib olgan u, bo'ldi, tamom. Hozir ko'pchilik endi shunaqa gapiryapti-da, mana amaldorlarning ukasi mana shunaqa bu yerda paxta yoki nimadir qo'yish emas. Men shunaqa amaldorlarni bilaman, farzandlari qori, murattab qori. 30 pora Qur'on yodlagan. Shunaqa amaldorlarni bilaman men. Gap shunda-da, gap ichib olganda, tushunyapsizlarmi? Nimaga siz qilgan ishga sizni atrofingizdagilar javob berish kerak? Nimaga siz kaka qilasizda, sizni o'rningizga okangiz javob berish kerak? Nimaga? Unaqa emas-da. Ozgina fikrlashni o'rganaylik, fikrlaylik ozgina. Kommentariyaga kirsam, hamma anu akasini qarag'ab yotdi, onasini hamsin. O'zim ham akaman-da. Tushunyapsizlarmi? O'zim ham akaman. To'g'ri, ukam nimadir qilib qo'ysa, men ham javob beraman. Men o'zim yugurib boraman. Jigarim meni, onam tug'ib bergan jigarim. Lekin kechirib qo'yasizlar-ku. Alloh harom qilgan narsani yoki bo'lmasam davlatimiz qonunchilik tarafdan mumkin emas degan narsani qilib tursa-da, bilib turib shu narsani. Nimaga men javob berishim kerak unga? Nimaga? Ayting menga shuni. U bilib turib xato qilyapti-da, nimaga men jabr ko'rishim kerak? O'shaning uchun iltimos, akalar, salimdo nima deydi? Birovlarni qarg'ashdan oldin, birovlarni yomonlashdan oldin ozgina ishlataylik. Mana buni bekorga ko'tarib yurmaylik.